Kelin, namuncha ovqatingiz tuzi past? O'g'lingiz aytdilar, oyijon, tuzni pastroq qilgin deb. Ha, men aytdim ona. Ana organizmimda tuz ko'payib ketdi-da, doktor tuzi pastroq ovqat yegin dedi o'shanga. Ana tuzing past emas. Peshonang sho'r. Ha, sev uylanmay o'lay. Qarasman, qarang. Tinchlikmi? Nima shovqin? O'g'lingiz kosa sindirib qo'ydilar-da, oyijon. Ha, men bilmasdan turtilib ketdim-da, ayb menda, ona. O'zingizga qaramaysizmi? Bu oyijonning kelinlardek kosalar edi-yu. Kelinjon, o'g'limni urishib tashamang. O'zingga ish qilishni qilmadimi o'g'lim? Yo'q, ona, hammasi yaxshi. Mayli o'g'lim, ishingni qilaver. Xo'p bo'ladi, onajon, rahmat. Hozir men tushirib o'rgan bilganlarda 3-jog'i urushi bo'lardi. Qachon notebook olib berasiz? Xatmi o'qishim boshlanadi. Kelin, nimaga o'g'limni boshini qotiraverasiz? Sharoitiga qaraydi-da. Yo'q, men o'zim aytdim, oyijon, olib beraman deb. Ha, puling ko'payib ketdimi? Ha, yo'q, hozir Imkon savdo markazida yangi o'quv yili boshlanayotgani munosabati bilan notebook, planshet, smartfon, printerlarni maxsus chegirmada yoki zo'r bonus bilan olsak bo'lar ekan. Aksiyadagi mahsulotlarni 12 oy muddatga boshlang'ich to'lovsiz bir dona pasport bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz 12 oy muddatga 869 mingdan xarid qilsangiz bo'ladi. Masalan, mana bu Redmi 17 telefonimiz avval 4 million 132 ming so'm bo'lgan. Hozir esa 3 million 925 ming so'm. Agar xohlasangiz 12 oyga 474 ming so'mdan to'lab olishingiz mumkin. 31-avgustgacha bo'lgani uchun ulgurib qolay dedim-da. Kecha kelgan kelinga notebook. Tuqqonaga konfet ham yo'q-da. Ayyo, siz gap oxirigacha eshiting. Bundan tashqari belgilangan muzlatgichlarga va barcha mebellarimizga bonus yoki chegirmalarimiz bor. Masalan, mana shu yumshoq mebelimizni 4 million 965 ming so'mga xarid qilsangiz, bonusiga 300 ming so'mlik xohlagan mahsulotni kelib olib ketsangiz bo'ladi. Yoki mana shu shkafimizni 3 million 761 ming so'mga xarid qiling va 190 ming so'mlik sovg'alardan birini qo'lga kiriting. O'shanga sizga zo'r mebel olib bermoqchiman, ona. Eplading-a, baribir. Sani, mashatinga keldi halvalaring, vobshe ko'zimga ko'rinmagin. Ha, tinchlikmi? Oyijon. Mash ko'zimga ko'rinmay tursin. Bir narsa qilib qo'yishim mumkin. Bo'pti, kelin. Oyingizga borib turing, jahllardan tushguncha yur. Xo'p, rahmat oyijon. Rahmatjon. Bir haftadan keyin kelaman. Bo'pti, faqat onam bilib qolmasinlar o'yin qilganimizni. Xo'p bo'ladi. Bu ketishda xotinim advokati bo'lib ketaman.